Assalomu alaykum akalar. Bugungi obzorimizda Arc 315 d apparatimizni ishlashini ko'rsatamiz. Uoni brendini elektrodini to'rligini ishlatib ko'rsatamiz. Xudo xolisa, o'zingiz ko'rib baho berasizlar. Akalar, ko'rdinglar, apparatimiz qanaqa ishladi. O'zingizlar kommentariyada baho berib, fikringizni qoldirib ketinglar. Like bosib, komment yozish esdan chiqmasin. Kimga shunaqa apparatlarimizdan kerak bo'lsa, pastki raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Manzillarimiz Jomiy bozor 13-120 do'konlar akalar.